Assalomu alaykum. Yurtimiz va jahonda sodir bo'layotgan muhim voqea va ularning tafsilotlari bilan efirda Fresh News informatsion dasturi. Studiyada Azbek Mehriddinov. Bugun dasturimizda Samarqandda metro quriladi. Endi firibgarlar soxta raqamlardan qo'ng'iroq qila olishmaydi. Kechagi o'yindan so'ng PSG muxlislari shaharni boshiga ko'tarishdi. Bularning barchasi Fresh News informatsion dasturida batafsil. dasturimizni yaxshi xabar bilan boshlaymiz. Endi firibgarlarning soxta raqamlardan qo'ng'iroq qilib, sizni aldashlariga chek qo'yildi. So'nggi paytlarda ko'plab fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari va bank karta mablag'larini o'g'irlashga uringan bu aldov yo'llariga barham berildi. Hushyor bo'ling, xavfsizlik birinchi o'rinda. Batafsil dastlabki lavhamizda. O'zbekiston prezidenti tomonidan imzolangan yangi qaror nafaqat ushbu holatlarni bartaraf etishga qaratilgan, balki qaror bilan soha vakillariga boshqa yo'nalishlardagi bo'shliqlarni ham to'ldirish vazifalari belgilab berildi. Endilikda firibgarlar fuqarolarga soxta raqamlardan qo'ng'iroq qila olishmaydi. Ichki ishlar vazirligi kiberxavfsizlik markazi tomonidan qaror mazmun mohiyati sharhlab berildi. 20 yoshli yigit PUBG akkauntlari savdosi orqali odamlarning pullarini o'zlashtirib kelgani uchun qo'lga olindi. Telegramda soxta reklama berib xaridorlarni aldagan firibgarlarning hiylasi fosh bo'ldi. Yosh yigit qizlarning kibersportdan noto'g'ri foydalanishi qanday holatlarga olib keladi? Batafsil muxbirimiz tayyorlagan lavhada bilib olamiz. Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi kiberxavfsizlik bo'limi va Ohangaron shahar Ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbir davomida Telegramda PUBG o'yini uchun akkauntlar sotilishini reklama qilib, fuqarolarning pullarini firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirib kelgan shaxs aniqlanib ushlandi. Bu haqda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar qildi. Aniqlanishicha, Ohangaronlik 20 yoshli yigit hududiy Ichki ishlar bo'limiga murojaat qilib, Telegram orqali PUBG akkaunt sotib olish maqsadida noma'lum shaxsning bank kartasiga 9 million so'm pul o'tkazganini, ammo va'da qilingan akkaunt berilgach, bir kundan keyin qayta olinganini ma'lum qilib, qonuniy chora ko'rishini so'ragan. Mazkur holat yuzasidan 2005-yilda tug'ilgan DF ismli shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Mazkur moddada bazaviy hisob miqdorining 300 baravaridan 400 baravarigacha miqdorda jarima yoki 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud muayyan huquqdan mahrum etilgan holda 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanish belgilab qo'yilgan. Samarqand kelajakka qadam qo'ymoqda. Shirin markazida 254 ta ko'p qavatli uy, 6 kilometr metro, 112 kilometr yo'l, ko'priklar va zamonaviy infratuzilma barpo etilmoqda. Shahar yangi nafas olmoqda. Qurilish industriyasidagi Samarqand qanday rivojlanishlarga ega bo'lishini navbatdagi lavhada batafsil bilib olamiz. Samarqand shahri Oqdaryo va Samarqand tumanlari kengayish haqidagi xabarni bergan edi. Shahar chegaralarining o'zgarishi bilan Shirin zamonaviy ishbilarmonlik markazi tashkil etilib, ushbu hududda 254 ta ko'p qavatli uy-joylar quriladi. Bundan tashqari, hududda 112 kilometr ichki yo'llar, piyodalar va velosiped yo'laklari, 6 kilometr yer usti metro yo'li, 2 ta katta ko'prik hamda 7,2 kilometr ichki kommunikatsiya uchun tunnel, 180 kilometr irrigatsiya quvuri hamda 14 kilometr kanal va ko'plab sug'orish inshootlari quriladi. Hindiston va Pokiston o'rtasidagi mojaro yangi bosqichga ko'tarildi. 2025-yil may oyida Hindiston Sindur operatsiyasi doirasida Pokiston va Pokiston nazoratidagi Kashmirda terrorchilik infratuzilmasiga zarba berdi. Bu harbiy amaliyot qanday oqibatlarga olib kelganligi haqida navbatdagi lavhamiz orqali boxabar bo'lamiz. Bu harakat Hindistonda 26 kishining hayotiga zomin bo'lgan sayyohlarga qilingan hujum ortidan amalga oshirilgani aytilmoqda. Hindiston mazkur hujum ortida Pokiston turganini da'vo qilmoqda, biroq Pokiston buni qat'iyan rad etdi. Hindiston rasmiylariga ko'ra zarbalar 9 ta terrorchilik obyektiga qaratilgan, ammo Pokiston bu iddaolarni inkor qilib, hujumlarda tinch aholi jabrlanganini bildirgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra Pokistonda 8 kishi halok bo'lgan, jumladan 2 nafar bola. Yana 35 kishi jarohatlangan, 2 kishi bedarak yo'qolgan. Pokiston
Pokistonning aytishicha, zarbalardan biri masjidga tekkan. Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif Hindistonni ayyor va qo'rqoq hujumda ayblab, mamlakat har qanday tajovuzga munosib javob berishini bildirdi. Hozirda ikki davlat chegara hududlarida o'quv maskanlari yopilgan. Har ikki tomon ham urush holatiga yaqin harakat qilmoqda. Daily Pakistan Hindiston armiyasi Kashmirdagi nazorat chizig'ida oq bayroqni ko'targanini ma'lum qildi. Pokiston tomoni Hindiston qurolli kuchlari brigadasining shtabi va Kashmirdagi ajratuvchi chiziq bo'ylab joylashgan Hind postining yo'q qilinganini ma'lum qildi. Hindiston armiyasi esa bu bayonotlarni tasdiqlamadi. Kuni kecha Yevropa Chempionlar Ligasi yarim final o'yinidan so'ng Parij ko'chalarida tartibsizlik avj oldi. Xursandchilikdan to'lib toshgan PSG muxlislari shaharni kichik vayronaga aylantirdi. Do'konlar talon-taroj qilindi, mashinalar sindirildi va hattoki ba'zilari yondirildi ham. Xullas, o'yindan o't chiqdi. Dasturimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz. Kuni kecha Chempionlar Ligasi yarim finaldan o'rin olgan PSG va Arsenal bahsidan so'ng muxlislar shaharni boshga ko'tarishdi. Noma'lum shaxs mashinasini to'g'ri PSG muxlislari ustiga haydadi. Bu mudhish voqea kecha tunda parijlik muxlislarning sevimli jamoalarini Yevropa Chempionlar Ligasi finaliga chiqqanini nishonlayotgan paytida sodir bo'ldi. Natijada 3 kishi og'ir ahvolda shifoxonaga yetkazilgan. Ularning holati esa og'ir ekani aytilmoqda. G'azab otiga mingan muxlislar mashinani quvib yetib, uni yoqib yuborishgan. Aybdor hibsga olingan. Hozir uning shaxsiga oydinlik kiritilmoqda. Atletik Bilbao klubi Manchester Unitedga qarshi Yevropa Ligasi yarim finali javob bahsiga jiddiy yo'qotishlar bilan bordi. Bilbaoliklarning hujum chizig'idagi asosiy qurollari Iñaki va Nico Williamslar jarohat sabab bellashuvni o'tkazib yuborishadi. Avvalroq jamoaning yana bir hujumchisi Oyan Sanset ham jarohat olib safdan chiqqan edi. Manchester United va Atletik Bilbao bellashuvi bugun 8-may kuni bo'lib o'tadi. Dastlabki o'yinda mankuniyaliklar yirik hisobda g'alaba qozongan edi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va tafsilotlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang. Oldinda ob-havo ma'lumotlari siz bilan Fresh News informatsion dasturi bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.